Siz hech qachon eng ishongan insoningizdan qo'rqqanmisiz? O'sha tunda opamning uyida, o'z jiyanlarimning yonida men hayotimdagi eng dahshatli xiyonatga duch keldim. Pochcham. Biz uni opamning baxti, oylamizning tayanchi deb bilardik. Lekin o'sha kecha yomg'ir shovqini ostida uning niqobi yirtildi. Uning meni yo'ldan urgansan deyishadi, baribir senga ishonishmaydi degan so'zlari hamon qulog'imda jaranglaydi. Bu mening sirim, bu mening og'rig'im. Hayot gohida shunday sinovlarni yuborar ekanki, ularning zarbasidan bir umr o'zingga kela olmay, arosatda qolib ketarkansan. O'sha kuni men uchun dunyo ostin-ustun bo'lib ketdi. Ko'zlarim oldida o'sha voqea bir umr muhrlanib qoldi. Men o'shanda endigina 19 yoshga to'lgandim. Hayotimning eng gullagan, eng beg'ubor onlari edi. Talaba edim, kelajakka katta umidlar bilan qarardim. Oilada kenja qiz bo'lganim uchunmi erkaroq o'sdim. Ota-onam, akalarim, opam hamma meni kaftida ko'tarib yurardi. Ayniqsa opam. U men uchun nafaqat opa, balki eng yaqin dugona, sirdosh edi. U turmushga chiqqanida uyimiz huvillab qoldi, lekin biz uning baxtidan xursand edik. Opam doim Akmal aka dunyodagi eng yaxshi inson deya takrorlardi. Biz hammamiz unga ishonardik. Akmal akam, ya'ni pochcham, 35 yoshlardagi, baland bo'yli, kelishgan va o'ziga ishongan yigit edi. U kamgap, bosiq, har bir so'zini o'ylab gapiradigan odam edi. Opam bilan ular xuddi ertaklardagi shahzoda va malikadek yarashib turishardi. 2 nafar shirintoy jiyanlarim ham bor edi. Ularning baxtli hayotiga hamma havas qilardi. Men har safar ularnikiga borganimda, pochcham menga alohida e'tibor bilan qarardi. Qalaysan, singiljon? O'qishlaring yaxshimi? Nima yordam kerak deya hol-ahvol so'rar, ba'zida opamga bildirmay menga shirinliklar yoki mayda sovg'alar olib kelardi. Yoshlik xo'rligi bilan men buni shunchaki yaxshi ko'rgan qaynsinglisiga bo'lgan e'tibor deb tushunardim. Bu e'tibor menga yoqardi, albatta. Axir kimga ham e'tibor yoqmaydi. Men uni o'z akamdek ko'rardim, hurmat qilardim. Uning har bir so'zi men uchun qonun edi. Lekin o'sha mash'um voqea sodir bo'lgan kun hammasi o'zgardi. Opam shaharga yaqin dugonasining to'yiga ketadigan bo'ldi. Yo'l uzoq bo'lgani uchun 2 kun o'sha yerda qolish kerak edi. Pochcham esa ish bilan bandligi sababli borolmasligini aytdi. Malika, iltimos, jiyanlaringga qarab tursang. Akmal akang kech keladi, bolalar yolg'iz qolmasin, dedi opam ketar chog'ida. Men jon deb rozi bo'ldim. Jiyanlarimni juda yaxshi ko'rardim. Ular bilan vaqt o'tkazish men uchun bayram edi. Kech tushdi. Tashqarida kuzning sovuq shamoli esar, yomg'ir shivalab yog'ardi. Jiyanlarimni ovqatlantirib, ertak aytib berib uxlatdim. Uyda sukunat hukmron. Faqat devordagi soatning chiqillashi va derazaga urilayotgan yomg'ir tomchilari ovozi eshitilardi. Men derazadan tashqariga boqib, xayollarga berildim. Talabalik orzulari, kelajakdagi rejalar. Hayotim shunchalar go'zal va ravshan ko'rinardiki. Soat 10larga yaqinlashganda eshik qulfi buraldi. Pochcham ishdan keldi. Kayfiyati yo'q ko'rindi. Yuzi tushkun, ko'zlari charchagan edi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Charchadingizmi, deya so'radim odob bilan. U bosh irg'ab, ha, va alaykum assalom. Bugun ish juda ko'p bo'ldi, boshim g'ovlab ketdi, dedi-yu, to'g'ri oshxonaga o'tib ketdi. Men unga ovqat suzib berdim. U indamay, xuddi majburan yegandek ovqatlandi. Men esa ro'parasida o'tirib, uning xayoli parishon ekanini sezdim. Yaxshimisiz, pochcha? Biror muammo bo'ldimi? Balki choy damlab berarman, deb yana so'radim. U chuqur xo'rsindi va menga qaradi. Hayot ba'zida odamni juda charchatadi, qayinsingil. Odamlar senga hasad qiladi, oyoqdan chaladi, dedi siniq ovozda. Uning bu holatiga rahmim keldi. Axir u opamning eri, oilamizning ustuni edi. Ovqatlanib bo'lgach, u mehmonxonaga o'tib televizorni yoqdi. Men idishlarni yig'ishtirib oshxonada ovora bo'ldim. Ishimni tugatib o'z xonamga, bolalar yotgan xonaga kirmoqchi bo'lganimda, pochcham meni chaqirdi. Malika,
Mumkin bo'lsa shu yerda yonimda o'tir. Biroz gaplashaylik, zerikdim, dedi. Uning bu gapidan avvaliga biroz hayron bo'ldim. Lekin yomon xayolga bormadim. Balki dardlashgisi kelgandir, opam yo'qligida zerikib qolgandir, deb o'yladim. Yoniga borib kresloga o'tirdim. U divanda mendan biroz uzoqroqda o'tirardi. U televizorga tikilgancha gap boshladi. Ishidagi muammolar, boshlig'i bilan kelishmovchiliklar, qarzlar. Men uni diqqat bilan tingladim, qo'limdan kelgancha dalda berishga urindim. U esa tobora ochilib, ichidagi bor dardini to'kib solayotgandek edi. Bilasanmi, dedi u birdan menga burilib. Ba'zida odam yolg'izlikdan juda qiynalib ketadi. Atrofingda odamlar ko'p, hamma seni taniydi, hurmat qiladi. Lekin seni chin dildan tushunadigan, dardingga sherik bo'ladigan inson yo'qdek. Opamchi? Opam sizni doim tushunadi-ku, sizni juda yaxshi ko'radi, dedim men hayron bo'lib. U achchiq kuldi. Opang, u yaxshi ayol. Ro'zg'or deydi, bolalar deydi. Lekin ba'zi narsalar borki, ularni ayollarga, ayniqsa xotinga aytib bo'lmaydi. Erkak kishining ham o'ziga yarasha sirlari, ehtiyojlari bo'ladi. Shu payt u o'rnidan turib menga yaqinroq surildi. O'rtamizdagi masofa qisqardi. Men o'zimni noqulay his qila boshladim. Ichimda qandaydir ogohlantiruvchi qo'ng'iroq chalingandek bo'ldi. Sen aqlli qizsan, Malika. Hammasini tushunasan. Ko'zlaringdan ma'lum. Sen opangdan boshqachasan, dedi u ovozini pasaytirib, deyarli pichirlab. Uning nigohi o'zgargandi. Unda endi pochchalik mehri emas, balki och yirtqichning o'z o'ljasiga qarashi bor edi. Men o'rnimdan turmoqchi bo'ldim. Kech bo'ldi, pochcha. Men borib uxlay qolay. Bolalar uyg'onib qolishi mumkin, dedim shoshib, ovozim titrab. Ammo u chaqqonlik bilan qo'limdan ushlab meni to'xtatdi. Shoshma, dedi u. Uning kaftlari issiq, lekin terlagan edi. Bu issiqlik mening vujudimni muzlatib yubordi. Qo'rqma, men senga yomonlik qilmayman. Faqat biroz yonimda bo'l, dedi u. Lekin uning ko'zlari va harakati butunlay boshqa narsani aytardi. Men qo'limni tortib olmoqchi bo'ldim, ammo u mahkam ushlab oldi. Kuchli edi. Yuragim ko'kragimni yorib chiqayozdi. Qo'rquvdan tilim aylanmay qoldi. Pochcha, nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring. Iltimos, o'zingizga keling, deb yalindim. U meni o'ziga tortdi. Men qarshilik ko'rsatdim. Bor kuchim bilan uni itardim, tepdim. Ammo 19 yoshli qizning kuchi 35 yoshli erkaknikiga bas kelib bo'larmidi? Nega buncha yovvoysan? O'zingni go'llikka solma. Men senga befarq emasman. Shuni nahotki sezmagan bo'lsang? Men seni qanchadan beri kuzataman, dedi u yuzimga yaqinlashib. Bu so'zlardan dahshatga tushdim. Miyamda opamning baxtli yuzi, jiyanlarimning kulgusi aylandi. Siz aqldan ozgansiz. Siz opamning erisiz. Men opamga hammasini aytib beraman. Hoziroq qo'yib yuboring, deb baqirdim. Uning yuzi birdan o'zgardi. Muloyim niqob tushdi va o'rnini sovuq, shafqatsiz bashara egalladi. Agar og'zingdan gullasang, o'zingdan ko'r. Hech kim senga ishonmaydi, tushundingmi? Seni o'zingni aybdor qilishadi. Yosh qiz pochchasini yo'ldan urgan, shilqimlik qilgan deyishadi. O'zing sharmanda bo'lasan. Meni hamma taniydi, senga kim ishonadi? Uning bu tahdidi meni butunlay sindirdi. Haqiqatan ham. Kim menga ishonardi? U hurmatli inson, men esa hali yosh, g'o'r qiz. Fursatdan foydalanib, u meni yanada qattiqroq quchoqladi. Men qichqirib yubordim. Bor ovozim bilan baqirdim. U qo'li bilan og'zimni yopdi. Jim bo'l. Bolalar uyg'onib ketadi. Ovozingni chiqarma, deb o'shqirdi. Ko'z yoshlarim yuzimni yuvardi. Men tipirchilardim, lekin kuchim qolmagandi. U meni divanga bosdi. Men u bilan olishardim, lekin u kuchli edi. Xudodan qo'rqing. Iltimos, deb yig'lardim men bo'g'iq ovozda. Lekin u hech narsani eshitmasdi.
U faqat o'z nafsining quliga aylangandi. Qancha vaqt kurashganimni bilmayman. Menga asrdek tuyuldi. Lekin bir payt tashqaridan mashinaning signali eshitildi. Keyin darvoza ochilgani, oyoq tovushlari va eshik qo'ng'irog'i chalindi. Pochcham tok urgandek sakrab turdi. Yuzida qo'rquv va tashvish aks etardi. U bir lahzada o'zgarib qoldi. Endi u yirtqich emas, qo'lga tushgan o'g'ri edi. U shoshib ust-boshini to'g'irladi va eshik tomon yurdi. "Ovozingni chiqarma, tushundingmi?" deb pichirladi u ketishdan oldin menga o'qrayib. Men esa yirtilgan ko'ylagimni to'g'rilab, sochlarim to'zg'igan holda divanda qaltirab o'tirardim. Eshik ochildi. Ostonada opam turardi. "Voy, sizlar hali uxlamadinglarmi? To'yda janjal bo'lib qoldi, erta qayta qoldim", dedi u kirib kelib. Keyin mening ahvolimni ko'rib yuzi oqarib ketdi. Sumkasi qo'lidan tushib ketdi. "Malika, senga nima bo'ldi? Nega bu ahvoldasan?" deb yugurib oldimga keldi. Men hech narsa deya olmadim. Tomog'imga tosh tiqilgandek edi. Faqatgina yig'lardim, qaltirardim. Pochcham esa o'zini darrov qo'lga oldi. Uning aktyorlik mahoratiga qoyil qolsa bo'lardi. Ha, boya svet o'chib qoldi. Malika sham yoqaman deb qorong'uda qoqilib ketdi. Qattiq yiqilib tushdi, qo'rqib ketdi bechora, dedi u xotirjamlik bilan, go'yo hech narsa bo'lmagandek. Opam menga qaradi. Uning ko'zlarida shubha, xavotir va tushunarsizlik bor edi. "Rostdanmi? Yiqilib tushdingmi?" Men pochshamga qaradim. Uning ko'zlarida ochiqchasiga tahdid bor edi. "Aytma" degan buyruq bor edi. Men bosh irg'adim. "Ha, yiqilib tushdim", dedim zo'rg'a. Nima ham derdim? Haqiqatni aytsam, opamning oilasi buzilardi. U baxtsiz bo'lardi. Jiyanlarim tirik yetim bo'lishardi. Onam va dadamning yuziga qanday qarayman? Pochchasi bilan degan gap so'zlarni qanday ko'taraman? Opam meni quchoqlab yupatdi. "Qo'rqma, o'tib ketadi", dedi. O'sha tun men uchun do'zax azobida o'tdi. Ko'zimni yumsam, pochshamning vahshiy nigohi, jirkanch so'zlari yodimga tushardi. Tonggacha mijja qoqmadim. Ertasi kuni tongda uyga qaytdim. Bahona qilib tezroq bu uydan chiqib ketishga harakat qildim. Onam mening rangim o'chganini, so'lib qolganimni darrov sezdi. "Nima bo'ldi, qizim? Tobing yo'qmi?" deb so'radi xavotir bilan. Men shunchaki charchadim, imtihonlarga tayyorlandim deb yolg'on gapirdim. O'sha voqeadan keyin men opamnikiga bormay qo'ydim. Har xil bahonalar qildim. Pochshamni ko'rishga toqat qilolmasdim. Opam, u hamon baxtli deb o'ylaydi o'zini. Lekin men bilaman, u ilon bilan yashayapti. Vaqt o'tdi, lekin bu yari bitmadi. Men erkaklarga, hatto eng yaqin insonlarga ham ishonmay qo'ydim. Azizlarim, mening hikoyam sizga ogohlantirish bo'lsin. Hech qachon hech kimga 100% ishonmang. Hatto u eng yaqin qarindoshingiz bo'lsa ham. Qizlar, o'zingizni asrang. Agar shunday vaziyatga tushsangiz, qo'rqmang, jim turmang. Men jim turib xato qildim. Balki o'shanda aytganimda opamni bu munofiqdan qutqargan bo'larmidim. Bilmayman. Lekin bir narsani aniq bilaman, vijdon azobi va yashirilgan haqiqat bu eng og'ir yuk. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizni o'yga toldirgan bo'lsa, Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'ling va o'z fikringizni qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.